Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in va ba'd. Alloh subhanahu va taolodan yordam so'rab, kichkina bir kitobchadan dars boshlar edik. Sha'bon oyidagi 31 foyda degan bir kitobchadan. Mana shundan bir foydalarni o'qib, 9-bir foydaga yetib kelgan edik. Demak, biz mana shu foydalarni yaxshi bir bilishlikka harakat qilishimiz kerak, chunki hozir Sha'bon oyida turganligimiz uchun mana shu oydagi foydalarni bilishimiz kerak ekan. Ya'ni yuqorida biz 8 ta foyda aytib o'tdik. Ya'ni o'tgan safarga mana 2 ta dars qildik, inshaalloh bu 3-darsimiz. Demak, mana shu foydalarni qog'ozga bo'lsa ham birma-bir yozib olishlikka harakat qilingki, mana shu oy siz u bizdan bir g'aflatda bo'lib o'tib ketib qolmasin. Chunki mana Ramazonga tobora yaqinlashib boryapmiz. Oz qoldi Ramazonga. Ya'ni 20 kuncha qolyapti. Mana shu kunlarda biz nima qilishimiz kerak? Ahamiyatini berishimiz kerak-da. Xo'p. Demak, 9-foydadan boshlaymiz. Amma qavluhu sallallohu alayhi va sallam afdalus siyami ba'da Ramazon shahrullohil muharram va afdalus solati ba'da al-faridati salatul layl. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning so'zi haqida ekan 9-foyda. Ramazon oyidan keyin eng afzal roza Allohning muharram bo'lgan oyi. Ya'ni harom muharram bo'lgan oy. Va farz namozdan keyin eng afzal namoz kech payt o'qiladigan salatul layl, kechki namoz deb turib aytilyapti. Va huwa mahmulun ala tatawwu'il mutlaq. Endi mana shu hadis qana qilib tushunishimiz kerak deb aytiladigan bo'lsa, bunga javoban aytayaptiki, bu mutlaq nafl ibodatga bog'liq bo'lyapti. Mutlaq nafl ibodat. Demak, ya'ni farzdan keyin namozlarda eng afzali bu salatul layl degani bu nafl ibodatlar, mutlaq nafl ibodat. Mutlaq degani tushuningki, muayyan bir nafl ibodat emas. Masalan, bizim muayyan nafl ibodatlarimiz qaysi deb aytiladigan bo'lsa, sunnat ibodatlar. Mana farzning oldidagi sunnat ibodatlar. Masalan, bomdodda 2 rakat sunnati bor. Mana peshindan oldin 4 rakat, peshindan keyin 2 rakat sunnat bor. Va yana shomdan keyin 2 rakat sunnat bor. Bularda muayyan nafl, ravotib sunnatlar deb aytiladi. Endi mana shundan qolganlari mutlaq nafl ibodat deb aytiladi. Mana shularni aytmoqchi demoqchi. Tushundingizmi? Mana shularni aytayapti hozir. Fatatawwalu mutlaq bisomi afdalu fi muharram thumma baqil ashhurul hurum. Demak deyapti, mutlaq roza tutishda eng afzal oy harom oy ekan, muharram oy. Muharram oy mana shu hijriy oylarda birinchi oy hisoblanadi. Xo'p, hozir biz Sha'bon oydamiz, bu hijriy oylarda 8-oy hisoblanadi. Tushunarliga. Keyin aytayaptiki, mana demak, muharram oyda roza tutish afzal ekan, keyin qolgan harom oylarda roza tutish afzal. Xuddiki namozlarning ichida ham, mana farz namozlardan keyin mutlaq nafl namozning eng afzali tahajjud namozi ekan. Xo'p, endi mana shu tahajjud namozi, biz tahajjud namozi afzalmi yoki qolgan sunnat namozimi deb aytilsa, misol uchun so'raladigan bo'lsa. Nima deymiz? Birinchi navbatda siz nafllarni ajratib oling deymiz. Nafl mutlaq nafl ibodatlar bor, muayyan bo'lgan nafl ibodatlar bor, ya'ni muayyan, muqayyat bo'lgan bir namozga, masalan, farz namozga bog'lanib turgan ibodat bor. Demak, bularda ravotib sunnat. O'z-o'zidan ravotib sunnatlarni o'qishingiz tahajjuddan ko'ra afzal. Tushunarliga, chunki mana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bitta bomdodda 2 rakat sunnatini nima dedi? Xayrun mina dunya va ma fiha dedi. Dunyo va dunyodagi narsalardan yaxshiroq dedi. Demak, mana shunga ibodat e'tibor berishingiz kerak ekan hozir. Mana shunday deb tushunib turing. Endi ishora qilib aytayapti. Ammo Sha'bon oyina, amma siyamu Sha'ban fataba'un li siyami Ramazon. Ammo Sha'bon oyida roza tutishlik bu Ramazon oyini rozasiga bog'liq, ergashadi. Va multahiqun bihi, kirib ketadi mana shu Ramazon oyiga. Xuddiki mana Shavvoldan 6 kundi roza tutishga o'xshash deyapti. Ya'ni inson Ramazon tugagandan keyin Shavvol oyi keladi. Mana shu Shavvol oyida 6 kun roza tutishlik ham bor. Endi mana shu hozir Sha'bon oyida va undan keyingi mana shu Ramazondan keyingi 6 kunlik roza, mana bu nima deyapti? Fa hada afdalu minat tatawwi mutlaq. Mutlaq nafl ibodatlardan ko'ra afzalroq deyapti. Nima uchun? Yuqorida mana shu hadisda masalan Ramazondan keyin eng afzal shahrullohil muharram deyapti-yu, desa biz aytamizki, ha yo'q, siz unaqa qilib tushunmaysiz, bu mutlaq rozani aytayapti deb tushuning. Ya'ni mutlaq rozalarda mana shu roza tutishga eng haqli bo'lgan oylar qaysi deb aytiladigan bo'lsa, mana shu nima harom oy ekan rozadan keyin.
Lekin Sha'bon oyi u xuddiki mana aytdik, namozga nisbatan sunnati qanaqa o'rinda? Mana hozir bomdodda tushuntirganimizda aytdikki, dunyo va dunyodagi narsalardan yaxshiroq dedik bomdodda 2 rakat sunnatini. Xuddi shuningdek deb tushuning-da. Xo'p, tushunarliga. Kama anna afdal salati ba'dal maktubati va mana bu yerda aytayaptiki, xuddi shuningdek mana farz namozdan keyin va ravotib sunnatlardan keyin eng afzal namoz qiyamul layl deb aytilganidek tushuning. Demak, ravotib sunnatlar farzdan oldingi bo'lsin, farzdan keyingi bo'lsin, kechki namozdan ko'ra afzalroq. Inda jumhurul ulama, jumhur aimmalardan nazarda. Li iltihaqiha bil faroiz. Chunki farzlarga bog'liq, farzlarga qo'shilib kelganligi uchun. Chunki farzingizni komil qilib beradi. Mana hadisda ham keladi o'zi aslida. Bandan menga deydi Alloh taolo, men unga farz qilib qo'ygan ibodatdan ko'ra qurbat hosil qilmadi deydi. Demak, farz qilib qo'ygan ibodat bilan Alloh taologa qurbat hosil qilinadi. Lekin bir odam nafl o'qishda davom etadi, hatto men uni yaxshi ko'rib qolaman deydi. Endi mana shu namozda farz, namoz eng afzal bo'lgandan keyin mana shu farzni komil qiladigan namozlar ham afzal bo'lib turaveradi. Demak, bular muayyan sunnat ekan, mutlaq emas. Mutlaq nafl namozlarning ichida eng afzali qiyamul layl, tahajjud namozi. Endi mutlaq ro'zalarning ichida eng afzal oy qaysi oy deb aytiladigan bo'lsa, mutlaq ro'za tutishlikda. Bu mutlaq nafl hozir ibodat. Muharram oyi ekan. Birinchi oy hisoblanadi. Lekin Sha'bon oyi xuddi ravotib sunnatlarning martabasiga o'xshaydi deb turib tushuntiryapmiz. Xo'p, tushunarliga 9-foyda demak mana shunaqa ekan. Endi 10-foyda Sha'banu shahrun rafa'il amali sanaviyyi ila Alloh taala. Xo'p, endi Sha'bon oyi yillik amallarda Alloh subhanahu va taologa ko'tarilishlik oyi deb turib aytayapti. Sha'banu shahru rafil amali sanaviyyi ila Alloh taala. Mana hadislarda kelganidek. Va huwa shahrun turfa'u fihi al-a'malu ila robbil alamin. Demak, 10-foydada nimani bilyapmiz biz? Amallar Alloh taologa ko'tarilar ekan. Qanaqa amal? Bir yillik amal ko'tarilar ekan. Sha'bon oyida ko'tarilar ekan. Chunki mana hadisda keladi, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadiki, mana shu oyda amallar Allohga ko'tariladi. Meni amalim ro'zador bo'lgan holatda ko'tarilishlikni men xohlayman, shuni yaxshi ko'raman degan. Demak, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ro'zador bo'lib turgan holatida amalini ko'tarilishligini o'zi yaxshi ko'rdi. Nima uchun desa, chunki amalda qabul bo'lishligiga mana shu nima bo'ladi? Ko'proq yordam beradi. Ro'zador bo'lishlik, Allohning huzurida amal qabul bo'lishligiga ko'proq yordam beradi va darajalarda yuksalishiga yordam beradi. Shuning uchun ham musulmonlar o'zlarini payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi va sallamga mana shu oyda ergashib qolsinlar. Sha'bon oyida. Va Sha'bon oyida ko'p ro'zalarni tutib qolsin. Demak, g'animat bilib qolsin. Demak, o'z-o'zidan bizga mana shu 31 ta foyda degan mana shu kitobimiz ismi jismiga moski, o'z-o'zidan bizga mana shunday foydalarni berganligi uchun. Demak, g'animat bilib qoling, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga ergashib qoling. Va hamda yana 11-foydani gapiramiz. Raful a'mali va arduha ala Alloh ta'ala thalathatu anwa'in kama dallat ala zalika an-nusus shar'iyya. 11-foyda Alloh subhanahu va taologa amallarni ko'tarilishi va Alloh subhanahu va taologa mana shu amallar ko'rsatilishi. Naqadar bir inson haligi g'alati bo'ladi. Misol uchun oddiy bir dokument ishlarida bir odam boshlig'iga ko'rsatayotganda yoki bir boshqa odam ko'rayotganda naqadar bir odam g'alati bo'ladi. Endi buni hozir siz tasavvur qilingki, amalingizni Alloh tekshiradi. Butun olamni, koinotni yaratgan zot tekshiradi. U zot butun arshdan yuqorida bo'lgan zot. 7 osmon usti, uni ustida mana 7 osmonning ustida suv bor, suv ustida arsh bor, arshda yuqorisida Alloh bor. Alloh taolo tekshiradi. Demak, mana shunga siz haris bo'ling. Demak, mana shu Alloh taologa amallar ko'rsatilar ekanmi? Mana shu ko'rsatilishi o'zi 3 turli bo'ladi. E'tibor bering. Mana bunga shar'iy dalillar hozir dalolat qiladi. Birinchisi, kunlik amallar ko'tarilib turishi. Har kuni amal 2 marotaba Allohning huzuriga ko'tariladi. Bir marotaba kech paytda bo'ladi, yana bir marotaba kunduzida bo'ladi. Mana hadisda keladiki, yurfa'u ilayhi amalul layl qabla amalin nahar. Alloh subhanahu va taologa kunduzgi amaldan oldin kechani amali ko'tariladi. Ya'ni birinchi bo'lib kechani amali ko'tarilar ekan. Va hamda kechani amalidan oldin kunduzgi amali ko'tariladi deb turib, keyin Rasululloh xullas hadisda aytgan. Ya'ni kunlik amallar ko'tarilib turishiga Alloh taoloning huzuriga
ko'tarilishiga ishora bor. Va hamda ko'tarilishi degani o'z-o'zidan Alloh taolo yuqorida ekanligiga ham ishora bor. Maturidi ashariylarga raddiya bor. Fayurfa'u amalul yawmi fi akhirih va amalul laylati fi akhiriha. Va yana aytayaptiki, mana bugungi kunda misol uchun amali qachon ko'tariladi desa, oxirida ko'tariladi. Oxirida. Va kechki, bugun masalan kech payt bo'ladigan bo'lsa, mana shu kech paytda amali kechki paytda oxirida ko'tariladi. Farishtalar kunduzini avvalida, oxirgi qismida kechani amallarini olib ko'tarib chiqib ketadi. Kunduzini amallarini bo'ladigan bo'lsa, kechani avvalida kunduz, ya'ni tugashligi bilan amallarni ko'tarib chiqib ketadi. Bu hadislarda keladi mana. Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-layli wal malaikatun bin-nahar. Sizlarning ichida farishtalar kech payt va kunduzda almashib turar degan. Tata'aqabu fikum malaikatu bil-layl, ya'ni kech paytda farishtalar almashib turadi va kunduzda almashib turadi. Ya'ni bomdodda va asr namozida jamlanadi degan. Demak, o'z-o'zidan kulli amalni ko'tarilib turishi bir bomdod paytida bo'lsa, bir asr paytida bo'ladi. Va yana shuning uchun bu hadisda ham bomdodda asr namozlarini o'zini vaqtida o'qishlikka ishoralar bor. Kim endi faman kana hinafin fi ta'atin, bu hadisda kelyapti. Burika lahu fi rizqihi va amalihi. Kim mana shu paytda bir toat ibodatda bo'ladigan bo'lsa, asr vaqti yoki bomdod vaqtida toat ibodatda bo'ladigan bo'lsa, ana shu odamning rizqiga va amaliga baraka beriladi dedi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Fathul Barida Ibn Hajar rahimahulloh buni zikr qilib keltirgan ekan. Endi buni o'zi aslida vallohu alam hadis deb aytishlik qiyin bo'lsa kerak, lekin ba'zi aymalarda so'zi deb ham aytilgan. Shuning uchun ham Zohhak degan mana katta tobein o'tgan mashhur ulamolardan bu kishi Zohhak rahimahulloh yabiki axiran nahar, kunduzini oxirida yig'lar ekan. Aytar ekanki, la adri ma rufiya min amali. Men bilmayman amalimdan qaysi qismi ko'tariladi deb turib, shu mana shunaqa mana asr payti kirib asr paytidan o'tgandan keyin bu kishilar yig'lar ekan. Qarang, bularda taqvosi nihoyatda qattiq bo'lganligi uchun. Demak, o'z-o'zidan biling, vaqtimiz o'tyapti. G'animat bilib qoling. Ikkinchi turdagi hozir mana ko'tarilish, Alloh taologa amallarda ko'tarilishi 3 turli deb turib aytdik. Hozir endi biz sizga ikkinchi turini aytib beramiz. Ikkinchi turi qanaqa deb aytiladigan bo'lsa, al-ardul usbu'iyyu, haftada ko'tarilib turishi. Har hafta Alloh taologa amallar ko'tariladi. 2 marotaba ko'tariladi. Dushanba kuni va payshanba kuni ko'tariladi. Mana hadisda keladiki, tu'radul a'malun nasi fi kulli jum'atin. Har juma kuni insonlarda amali Alloh taologa ko'ndalang qilinadi degan. Ya'ni fi kulli jum'atin marratayni. Juma kunida deb adashib ketdim. Balki kulli jum'atin deb kulli usbu'ayn degan ma'noda ishlatiladi. Ya'ni har haftada 2 marotaba amallar Allohga ko'rsatiladi, ko'tariladi degan. Dushanba kuni, payshanba kunida degan. Har bitta mu'min bandani gunohi kechiriladi degan. Qarang. Fayughfaru likulli 'abdin mu'min. Mu'min bo'lsangiz, gunohingiz kechiriladi. Lekin ba'zi insonlarning gunohlari kechirilmaydi. Hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdiki, illa 'abdan baynahu va bayna akhihi shahna. Lekin bir insonning gunohi kechirilmaydi. Bu musulmon odam. Qaysi musulmon odamki uni gunohi kechirilmasa? Ana shu musulmonki, ana shu odamning o'rtasida va boshqa bir birodarning o'rtasida g'illag'ashlik bo'lgan bo'lsa, dushmanchilik bo'lgan bo'lsa, ana shu dushmanchilik bo'ladigan bo'lsa, u nima bo'lmaydi? Uni gunohi kechirilmaydi. Fayuqol utruku hadayni hatta yafi'a. Bu ikkalasini tep qo'yinglar dedi. Ya'ni ikkita odamning gunohi kechirilmayapti. Ikkita bir-biriga adovati bo'lib turgan odamlar. Mana shu odamlarni tep qo'yinglar, tarqilinglar, hatto bular o'zini holatiga kelgunigacha deb turib aytgan. Ibrohim Naxoi o'zini ayoliga payshanba kuni qarab yig'lar ekan. Yabki ila imroatihi yawmal khamis va tabki ilayhi. Qarang, bu mana Ibrohim Naxoi tobeiylardan bu kishi nihoyatda taqvoda cho'qqisiga chiqqan kishilardan. Ayolni oldiga kelib payshanba kuni yig'lar ekan. Ayol ham unga dod faryod qilib yig'lab o'tirar ekan. Va yana aytar ekanki, al-yawma yu'radu a'maluna 'ala Allohi azza va jalla. Bugun bizning amallarimiz Alloh azza va jallaga ko'rsatiladi derkan. Ya'ni bular mana shu amallari Allohga ko'rsatilishini his qilib yashagan odamlarda. Bular sahobalarda avlodi bular. Sahobalar kimlar bo'lgan? Sahobalar ular Alloh taolo tanlab olgan odamlarki, Allohni xursand qilgan, Allohni kuldirgan odamlar ular. Siz bilan biz odamlarni kuldirib yuribmiz. Lekin qarang, mana shu kishilar Allohni his qilgan. Siz bilan bizda his bormi?
Yo'q, men afsuslar bo'lsinki, ko'pchilik kishilarda Allohni his qilish yo'q. Qarang, bu Ibrohim Naxoiyni ayolning oldiga kelib shunaqa qilib yig'lab o'tirar ekan. Xo'p. Endi amallarning ko'tarilishi 3 turli bo'lar ekan dedik. Mana kunli 2 marta ko'tarilyapti, haftada 2 marta ko'tarilar ekan va hamda mana 3-inchisi yiliga ko'tarilib turishini ham bayon qilyapmiz bu yerda. Insonning amali yilda necha marotaba ko'tariladi? Mana bunga ishora qilib aytayaptiki, ya'ni 1 yillik amal. Faturfa'u a'malul ami kullihi jumlatan wahidatan fi shahri Sha'ban. 1 yillik amal umumiy jumlatan wahidatan, ya'ni bir to'p qilib turib Sha'bon oyida ko'tariladi Alloh taoloning huzuriga. Bunga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning so'zi mana dalolat qiladiki, va huwa shahrun turfa'u fihi al-a'malu ila robbil alamin. Mana bu shunday bir oyki, butun olamlarning Robbisiga, ya'ni Allohga amallar ko'tariladi dedi. Keyin undan keyin mana shu asosiy 3 tasi. Keyin undan keyin insonning butunlay amali ko'tariladi. Qachon? Vafot etgandan keyin. Shuning uchun Shayx Munajjid hafizahulloh davomida aytib qo'yaptiki, "Thumma yurfa'u amalul umri kullihi ba'dal maut." Keyin butun umrda amali o'limdan keyin ko'tariladi. Ajal tugaydigan bo'lsa, umrda hammasini amali Allohning huzuriga ko'tarilib Allohga ko'rsatiladi endi. Naqadar bir boshqacha bir holatlar. Bo'ldi, amal sahifasi, amal daftari yopiladi. Mana bu endi hada ardun axir, ya'ni oxirgi Alloh subhanahu va taologa amallar ko'rsatilish kuni. Demak, amallarimizni chiroyli qilishlikka mana shu foydalarda mana shunday chiroyli targ'iblar bor. Xo'p, 12-foydani ham aytib qo'yamiz. 12-foydada shunday deb kelibdi: Likulli ardin hikmatun ya'lamuha robbuna subhana. Har qanday tasodifda bir hikmati bor. Uni faqat Robbimiz Alloh taologina biladi. Har bitta tasodif, bu masalan tasodiflardan biri bu kasal bo'lishlik bo'ladi yoki insonning barmog'iga kichkina bir tirnoq kirishi yoki tasodifan masalan ishlar yurishmay ketadi, tasodifan yurishib ketadi. Har bitta narsanda Alloh taoloning bir hikmati borki, Alloh o'zi biladi mana shu hikmatni. Bunga dalil o'laroq Imom Shofiy rahimahulloh so'zini keltiribdilar. Va minallohi ta'ala ar-risala. Alloh taolo tomonidan risola, ya'ni risola Alloh subhanahu va taoloning Qur'oni bizga. Mana shu risola deb aytiladi. Va yana Rasul sallallohu alayhi va sallam tomonidan yetkazishlik, bizga esa taslim bo'lish. Endi mana shunday bizga to'qnash kelgan har qanday narsada biz nima qilishimiz kerak? Alloh subhanahu va taologa taslim bo'lishimiz kerak bo'ladi. Mana shu bilan biz yutib ketamiz. Alloh taolo o'zi ko'proq amal qilib qolishlikka o'zi targ'ib qilsin. Demak, mana eshityapmiz, nihoyatda bir dahshat holatlarga amallar Alloh taologa ko'tarilar ekan mana shu kunlarda. Endi mana shu ko'tariladigan bo'lsa, ko'proq amal qilib qolishlikka urinaylik. Alloh taolo hammamizga bir foydali ilm bersin. Inshaalloh mana shu yerda to'xtatamiz. 9, 10, 11, 12 ta ya'ni foydani aytib o'tdik. 4 ta foyda aytib biz. Inshaalloh kelasi safar 13-foydadan davom ettiramiz. Vallohu a'lam.